Zavoddagi robot qo'llar qanday ishlashini bilasizmi? Ko'pchilik ularni sun'iy intellekt yoki kamera orqali boshqariladi deb o'ylaydi. Aslida esa unaqa emas. Robot qo'llar bir necha bo'g'in va servo motorlardan tashkil topgan. Ular har bir insonni yelka, tirsak, bilakka o'xshash harakatlarni amalga oshiradi. Robotning miyasi esa boshqaruv tizimi, ya'ni kontroller hisoblanadi. Muhandis avval robot bajarish kerak bo'lgan harakatlarni dasturlaydi. Kontroller esa har bir motorni aynan qaysi burchakka va qanday tezlikda harakatlanishini boshqaradi. Har bir bo'g'indagi sensorlar robotning holatini doimiy nazorat qilib turadi. Shu sababli robot bir xil harakatni minglab, hatto millionlab marta deyarli bir xil aniqlikda takrorlay oladi. Qiziq tomoni shundaki, robot qo'lning vazifasini o'zgartirish uchun uni o'zini almashtirish shart emas. Ko'pincha faqatgina uchidagi nasatka, masalan qisqich, vakuum so'rgich yoki payvandlash moslamasini almashtirish va yangi dastur yuklashning o'zi kifoya. Shunda ayni bir robot butunlay boshqa vazifani bajara oladi. Yana qaysi uskunani qanday ishlashini bilmoqchisiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.